Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Bank Bank boshlig'i Fardayev Ahmadovman. Sizlarga mana 2025-yil 14-may sanasida Toshkentda tadbirkorlar uchrashuvi belgilaganmiz. Unda nimaiki bir mulohazalar mujaddanti bemalol tanishamiz. Men Mustafa Chori Shohzamon qurilish ta'mirlash imchisi rahbari 312-qaror bo'yicha 100 ming kredit berishni so'radim. Bank aylanmalari mavjud. O'sha hujjatlarni taqdim qilasiz, mahalla banklarimiz tomonidan qo'yilgan hokimlarimiz tomonidan hokimlarga ariza berasiz. Hokimlar bizga tavsiyanoma keladi, tavsiyanoma davlatga kelgandan 3 kunda chiqarib beramiz. Men Jumayev Abdulbahor imtiyoz kredit berishni so'radim. Sizga yangilikda siz ham hokimlarga ariza berasiz. Hokimlarga tavsiyanoma davlatga beriladi. Davlatga berilgandan keyin 3 kunda kreditlarimiz chiqarib beramiz. Nurayra Oyshamol, mening mahalla mikroqarzdan imtiyoz kredit berishni so'radim. Sizlar hujjatlarni mahalla banklarini, mahalla banklarini onlarga taqdim qilasiz. Mahalla banklarimiz bajarib beradi. Yapmayın siz. Yeni numara üzerine öğretmeyesiniz sırayası. Sizga opalarga singari hokimlarga ariza berasiz. Hokimlarning tavsiyanoma oxirida davlatga yuklaydi, o'shandan keyin sizlar chiqarib beradi. Vaqtlarni olganlarimiz uchun uzr so'raymiz. Rahmat sizlarga, sog' bo'lasiz.